to'xtashlari ham yaxshi. Zo'rga ketadi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizni Otozuli kanalimizni kuzatuvchilar, podpischilar. Hop. Akalar, bugungi sanamiz 11-iyul. Nasib bo'lsa, men Toshkent shahar o'zimiz otxonadan, Avangarddan shu ekranda ko'rinib turgan Boytumor laqabli otimizni sizlarga bugun ma'lumotini beraman. Ot juda semiz holatda. Birinchi ot sizlarga yuvoshligini ko'rsatib ketadi. Yuvoshligi mana otning formalari, bichimlari. Otning yuvoshligi shunaqa darajadaki, meni o'g'lim o'zi bemalol otni egasiz minib, egasiz foydali deb egasiz beraman. Mana orqa yoqlarni ushlatib, old oyoqlarni ushlatib, dumlarini hamma joylarini ushlatadi, yuvoshligi zo'r. Aylanib, ag'idan bag'idan o'tib yuraverasiz. Xurkish degan, cho'chish degan narsa yo'q. Endi bu otni xudo xolasa birinchi yoshini aytaylik sizlarga. Yoshi 16 yashar. Yaxshi ot, yuvosh ot qidirgan aka-ukalar, masalan, kimdir o'g'liga bezopasnost bo'lish uchun, xotirjamligi uchun tarbiyali ot qidiradi. Bu otni olib kelganimizga bizga 1-2 oylar bo'lib qoldi. 2 oydan beri o'zimning o'g'lim bemalol minib yuribdi. Ko'zlarimizning juda ham ko'p nimalari bor ekan, nima deydi? Xarakterlari bor ekan. Qanaqa ma'noda? Masalan, yo'l yo'rg'asi, uzoqda yashaydiganlar bo'lsa, tog'li joylarda yashaydiganlar bo'lsa, yo'l yo'rg'asi bor ekan, o'zini yo'rg'asi bor ekan. Chopishi ham zo'r. Ot sal pashidan bezovta, mana uzangiga oyoq qo'yganda ot buni sezyapti. O'zi yuvoshlikdan umuman boshqa narsa o'tadi. Otga bir qamchi kerakmiz. Ustiga chiqsanglar xuddi shu yosh otga o'xshab o'ynab turadi. Avrotlari ham o'rnida. Bunaqa o'rnida aylanadigan otlar juda kamdan kam bo'ladi. Hech qanaqa qamchisiz yoki bir qattiqroq bir chora. Chapga ham o'ngga aylanishni ko'ring. Otni bo'yi 1.50 plus 1.55 ga yetmaydi. Shunga 1.55 ga beramiz. Ot pavrotlarni ko'rdinglar, g'ayratlari vobshe zo'r. Endi aslida otni yoshi kattasi aqlli bo'lar ekan, aqlini olgan. 2 oydan beri bizda minib yurimiz, mana ba'zida minamiz, ba'zida minmaymiz. Ot shunaqa darajada aqlli, bir tarafga siyib, bir tarafga anaqa o'zini ishini qiladi-da, haligi o'zini ustini ham daji shunaqa iflos qilmaydi. Ayniqsa buni xarakteri, masalan, yosh bolaga uzoqlarga minib ketsa ham bir tashab kelmaydi, qochib kelmaydi, to'nqib kelmaydi. 5 yasharli bola bemalol o'zi minib yuribdi. Buni semiz bo'lgancha ko'p qiynamaymiz, ozgina bir g'alati ko'rsatib qo'yamiz. G'ayratlarini o'zingni ko'rdinglar. To'xtashlari ham yaxshi. Zo'rga ketadi. Yugurgandan keyin to'xtashlari ham zo'r aka. Shunaqa darajada zo'r, juda ham tez o'zini go'sht baylar ekan. Ozgina turib qolsa bo'ldi, tezda go'sht baylab olar ekan ot. Haddan tashqari tarbiya jihatdan zo'r ekan. Kimga qiziq bo'lsa sotiladi. Otning narxini $2650 kami bor. Ozgina kami bor, o'tib beriladigan joyda bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Telefon nomerlari 8884 telefon nomerlari ishlaydi. Manzilni ko'pchilik bilmayapti. Manzil Toshkent shahar, hozirgi Food City bor. Food Cityning orqa tomoni. Yo'lda bir 5-6 kilometr Food City bilan oramiz bor. Keyingi efirlarda ko'rishguncha shunaqa bir yaxshi narsalar yana sizlarga chiqarishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib borganingiz uchun katta rahmat, salomat bo'lasizlar.